Molla Zaydin 1815-yili Turpan Lökçündeki Bağrı yezisideki bir namrat Uygur qoğunchi ailesida dunyoga kelgan. 6 yaşıdla xat savadını chiqargandan keyin 11 yaşıdla Lökçün xonliq madrasasiga o'qishga kirib, 17 yaşıgacha bütün qari bo'lib yetishib qolmasdan arabcha kitoblar va Qur'onga ma'ni ayta oladigan bo'lgan. O 17 yaşıgacha arab tili grammatikasining eng dongli kitobi Kafiyadan boshlab sharhi mo'llig'icha o'qigan. Shundaqla Navoiy, Naqshbandi, So'pi Alloyar, Xo'ja Hafiz qatorliqlarning Munojat qasida kitoblarini, Xo'ja Ahmad Yassavi va Shah Mashrab qatorliqlarning she'rlarini puxta o'rganib, Molla Zaydin deb nom olgan. Molla Zaydin eng dastlabda Turpandagi zolim amaldorlardan tortib ta xurafiy mollalargacha hech birini chala qo'ymay uda so'kkan va ularning sharmandaliklarini pash qilgan. Mushu ishlari tufaylidan Lökçün xonliq madrasasining bosh muddarisi Zoir Qozi Hoji tarafidan bir qancha qitim sotlangan va jazoga tortilgan. Qozi Hoji uning gapchiligidan qo'rqib, hatto uning qo'shiq nazmi yozishini cheklagan edi. Lökçündeki jamoatchilik Lökçünlük Apridun Wangning mushundaq bir parangchi izlab yurganini anglab, uni ordu xizmatiga ko'rsatgan. Molla Zaydinning Lökçün Wangning va orduning ishki ahvoli bilan tanishgan vaqti uning 20 yoshlarga kirgan vaqti edi. Qiziq yeri, Apridun Wang 1818-yili tug'ilgan bo'lg'ashqa o'zi bilan taqdimatlik Molla Zaydin va uning Neşterdek ötkür paranglarga xumar bo'lib qolgan. Biroq Molla Zaydin Apridun Wangga qilchi yuz xotir qilmasdan Lökçündeki xon ordusi ichida saqlanayotgan masalalar va illatlarni ravon va ochiq bayonlari bilan qattiq qamchilab, ordudagi asosliq amaldorlarning o'rtaq dushmaniga aylanib qolgan. Shundaqdimi ular Molla Zaydinga qo'l selishga petin olmagan. Chunki Apridun Wang aman bir kuni uni indak keltirib, o'zim xohlaganni qilg'iza oladigan holga keltirman deb o'ylab, Molla Zaydinni qo'g'dab turgan edi. Ammo Molla Zaydin yosh Wangning bu iltifotidan qilchi erib ketmasdan, jamiyatdagi va ordudagi tengsizlikka qarta g'azab nafratini qilchi yoshirmay, kishining aqliga kelmaydigan turli qiziqchilik gap so'zlari bilan butun Turpan tavasida tonilib ketgan. Molla Zaydin Wangning yuzini qilmaganligi tufaylidan 1837-yildan 1852-yilgacha bo'lgan 15 yilda Wang ordusidan 8 qitim qo'g'linib, 1852-yili 9 qitim yana Molla Zaydinsiz hayotining ahamiyatini yo'qotgan tangtushi Apridun Wang tarafidan qayta chaqirib elingan. Bu jarayonda Apridun Wang Molla Zaydinga sherin dushmanim deb nom bergan bo'lib, Molla Zaydinning gaplarini singdirolmay qolgan chaqlarida uni bevosita jazolamasdan, balki Lökçündeki eng nopozliq diniy mubtilar va qozilarga sotlashga topshirib bergan. Hayron qolarligi, Molla Zaydin mahkama shariidagi qozilar va mollalarni ham toza kuldirib, ham toza rasvo qilib, Lökçündeki nomi mashhur diniy sot mahkamasini qiziq gap so'riniga aylantirib o'tgan. 1827-yili 8 yoshga kirgan Apridun Xon otasining o'limidan keyin uning o'rniga Turpan inonch xonligiga varislik qilib, Lökçündeki Wanglik taxtida o'ltirgan. U 1835-yili Molla Zaydinni orduga taklif qilgandan keyin bir navri tuqqini Zuhuriddin Hokimbek orqali Qashqardanmi bir qism dongli xalq san'atkorlari va yozuvchilarni to'plab, Molla Zaydin va bir qism turponliq mo'tavarlarning qo'shoqlari va ilmiy hosilotlarini ko'chirgizgan va ularning o'zaro fikr almashtirishiga osonlik yaratgan. 1842-yili atrofida Apridun Xon Kashg'ardagi tuqqini Zuhuriddin Hokimbek orqali talantliq shoir Abdurahim Nizori, No'rizoxun Kotib Ziyoyi qatorliq shoirlarni Lökçünga taklif qilib, an'anaviy milliy madaniyat markazlari bo'lgan bu ikki joydagi adiblarning uchrashishi uchun yaxshi so'rin
ijodiyati uchun yaxshi muhit yaratib bergan. Molla Zaydinning talabi bilan yuqorqi mo'tavarlar Lukchinda toki 1845-yilgacha turib qolgan. 1852-yili Afridun xon Molla Zaydinni billa elib Beyjingga Manching xoniga ko'rinish qilg'ili borganda Yorkentning hokim begligiga tayinlanib, shu yil kuzda Yorkentga avatilgan. U bu qitimmi Molla Zaydinni o'zi bilan billa Yorkentga billa elib ketgan. 1857-yili Valixon to'ra cho'ng qo'zg'olon ko'tirgandan keyin Afridun xon uni Qo'qonga qo'g'lay olgani uchun 1858-yili yozda Qing xoni Afridun Vangning Yorkentdagi buyuk xizmatlarini tortiqlab, qo'sh qubbilik ambal mansibini bergan. Biroq Molla Zaydin Yorkent va Qashqarda turgan 9 yil jarayonida Qing amaldorlari va yerlik Uyg'ur amaldorlarining xalq ustidagi to'limi vahshiy jinoyatlariga chidab bo'la olmay, Uyg'ur qo'zg'olonchilar sepiga qo'shilish istikida bo'lganda, Afridun xon buni sezib qilib, uni o'z yenidan zodli ayrilg'ili qo'ymay, nazarband qilib qo'ygan. Shu vajidan Molla Zaydin bir necha yildak Qing turish orqali 1860-yili kuzda Mingtasda Turponga qaytib ketish ruxsatiga erishgan. Afridun xonmi Molla Zaydinning kundan kunga judab ketayotganligini ko'rib, uni Lukchinga yo'lga silib qo'yishni afzal ko'rgan. Molla Zaydin Yorkentdan qaytishdan ilgirla Afridun xonning pat orada yomon oqibatga qoladiganligidan oldin bishorat bergan va uning oqibatini oldin ola to'g'ri faraz qilgan. U chiqilib o'z xalqiga rahimsizlik qilib dushmanga ming sadoqat ko'rsatsimi, dushman o'z xalqidan yuz o'rgan baglarni aman bir kuni ko'zini mit qilmay qurbonlik qilib yetadiganligini uning samiga jiq solgan. Lekin Afridun xon u chaqda bu nasihatning tegiga yetolmagan edi. Oradan 2 yil o'tmayla Molla Zaydinning oldin deganlari aynan yuz berishga boshlagan. 1861-yildan boshlab 1 yil burun oxirlashgan 2-chi qitimliq Apiyun urushida eg'ir holsirab ketgan Manching xonligi Sharqiy Turkistonda turishliq ishg'olchi kuchlari va barcha yerlik beglarga maosh berilmas holga tushib qolgan. Oqibat Qashqar va Yorkentdagi Qing ishg'olchilari bu maoshni xalqni bulab talash, Uyg'ur beglarining mansablarini pulga setish va yerlik beglar orqali yerlik boysiliklarning turlarini va miqdorini ko'paytirish orqali qamdamoqchi bo'lgan. Biroq Afridun xonning ifodasi yaxshi bo'lmag'achqa Qashqardagi xonlikning ombili 1862-yili 4-oyda Qing sulolasi hukumati va ilidagi general nomidan Afridun hokimbeglik mansibi bilan qo'shimcha xon amballik vazifasidan elib tashlab, uning mansibini Xotanlik Rustam-beg degan boyga 2000 oltin yambog'i setib, shu pulni cho'ntikiga solgan. Shuningdan keyin Afridun xon to'limi bechora holatda Lukchinga qaytib kelib, ismi ba jismi yo'q inonchxonlik mansibida o'ltirgan. U bu qitim Molla Zaydinga texmi qoyil bo'lgan. Biroq bu qitim uni qayta o'rniga kirishga zo'rlamagan. Balki Molla Zaydindan kechirim so'rash va ko'nglini elish uchun Lukchindagi eng munbat yerlardan bir qismini Molla Zaydinning qo'g'inchilik qilishi uchun hadiya qilgan. Chunki Molla Zaydin 1860-yili Qashqardan qaytib kelgandan keyin Yorkentdan qaytish yo'lida Payzovat, Makit, barchuq Uyg'urlari yo'lliq tutgan har xil qo'g'in urug'larini terib, kindiqqini to'kilgan Lukchinda ot kasbi bo'lgan an'anaviy qo'g'inchilik kasbi bilan haloldan tirikchilik qilib turmushini qamdayotgan edi. Afridun Vang 1863-yili qaytadan Qashqariyaning hokim begligiga tayinlanib Qashqarga kelgan. 1864-yildagi butkul Sharqiy Turkistonni qaplagan qo'zg'olonlar jarayonida asirga ilinib Kucharda turib qolgan. Yoqubbek 1867-yili 5-oyda Kucharga yurish qilib, shu yili 5-iyul Kuchardagi Rashidin Xo'jini yo'qitib, Kucharda nazorat ostida turayotgan Afridun Vangni o'z bilan billa
Kashg'arga ilib ketgan. Yoqubbek 1870-yili Sharqiy Turkistonning janubiy va sharqiy qismini birlikka keltirib, shimoliy qismini so'rayotgan Ili sultonligi bilan kelishim tuzib, Manas daryosini chegara qilib belgilab, 1871-yili 1-oyda Turpanda qisqa mezgil qishlab, ondan Qashqarga qaytgan. Bu jarayonda Qashqariya xonligining oxirgi hukmroni Hekimxon To'ram Molla Zaydinni Lukchundan taklif qilib akilib ko'rishgan. Bu chaqda Afridun Vangning tuqqanlari va jamoati Molla Zaydinning vasitasi bilan Hekimxon To'ramdan Afridun Vangni Turpanga qaytarib kelish haqida arz sungan. Hekimxon To'ram Yoqubbek Badavlatdan ijozat olgandan keyin Afridun Vangning qizi bilan navrisi Afridun Vangni Turpanga akitish uchun Molla Zaydinning hamrohligida 1872-yili yozda Lukchundan Qashqarga qarab otlangan. Afsuski, Afridun Vang Molla Zaydinlar texi yetib kelmasda, ya'ni 1872-yili yozda Yarkent shahrida 53 yoshida olamdan o'tib, orzusi bo'yicha ulug' bovisi Imin Vang bilan kichik dadisi Yunus Vangning yeniga dafn qilingan edi. Chunki uning ulug' bovisi Imin Xo'ja Yakanga dafn qilingan Xo'ja Sherif Buzurkvorning avlodi bo'lg'ashqa, Turpanga emas, Yakanga dafn qilingan edi. Molla Zaydin Qashqardan qaytgandan keyin uning hayotiga oid bayonlar ko'rinmaydi. Faqat 1881-yili kuzda uning Lukchundagi o'zi tug'ilgan mahallada vafot bo'lganligi va vafot bo'lishdan ilgari o'z qabrisini Lukchun shahar sirtidagi Sharqiy darvoza oldidagi och yo'lga chaptirib, gumbaz yostib, beshiga bir taxta bekitib, uningga bir necha misra ajviy she'r yezib qoldirganlik uchurila bizga yetib keladigan.